Bir kishi aytadi, zimmamdagi majburiy ishni tugatdim. Keyin o'sha Arabistonda Xalij davlatlaridan bittasiga bilet olishga to'g'ri keldi, borib ishlab kelgan. Singlim ikkita bilet uzugini sotib, menga deydi yo'lkiraga berdi. Biletni oldim, samolyotga o'tirganda ko'nglimni o'tkazdim. Agar Alloh qo'limga bir narsa bersa, o'zimni shaharimga masjid quraman dedim. Hech qancha vaqt o'tmadi, o'sha masjidda namoz o'qidim. Vaholanki samolyotda o'tirganimda na qo'limni ko'tardim, na tilimni labimni qimirlatdim, na og'zimni ochdim. Faqat qalbimni o'tkazdim. Alloh yaqin zot eshitdi berdi deydi. Duo ibodat. Indamay turib Alloh bilan gaplashing, bu ham duo. Qo'lingizni ko'tarib dod deb yig'lab so'rang, bu ham ibodat. Muhimi yurakdan chiqishi. Bunday qilib turibsizmi? Robbingiz biladi nima deyotganingizni, nimani xohlayotganingizni biladi. Menga qo'lingizni ko'tarib turing. Endi ona yaxshi so'raganlarga yaxshi beradi, ayta olmaganga bermaydi emas-da bu. Chunki Robbingiz sizga joningizdan ham yaqin bo'lganidan keyin, jon tomiringizdan ham yaqin bo'lganidan keyin siz u ayta olmasangiz xijolat olmang. Bir kishi aytadi,